Assalomu alaykum birodarlar, sog' salomatsizlar do'stlar. Voqchim deydiganlar, muskullari og'rib, spazm beradigan insonlar bormi? Ey, mana davosi. Qarang, Ramashkadoshlar oilasiga mansub. Romashka lekarstvenniy do'stlar, mana shu narsani shundoq oling. Bargi mana bundoq ko'rinishga ega qarang, gulim mana. Ikkita uchtasini olib 200 gram qaynoq suvga solib damlang. Og'zingizni chang qolganini o'tkazib yuboring tomoqdan. Hatto gijjalarni ham davolaydi. Tanangizdagi og'riq, tish og'riqlarini yo'qotadi. Hatto buni qaynatmasga mato botirib tanaga surtilsa, teri kasalliklarini davolash xususiyati bor. Agarda do'stlar buni gulini olib shundoqqina olasiz, 4-5 tasini bor-ku, ezib Gumoroyga borku, xohlang suvini shprits bilan yuboring, xohlang o'zini kompress qilib qo'ying, gumoroyni quritadi. Hatto buni mana bargini damlamasiga ko'z chayilsa, ko'z konnektivit kasalliklarini davolash xususiyati bor ekan birodarlar buni. Bu gulni hali poki sir asrorlari juda ham ko'p, ochilmagan qirralari dahshat do'stlar. Foydalarini yo'qotadigan narsangiz yo'q. Agarda videoroligim yoqqan bo'lsa, like bosib report qiling va obuna bo'lib qo'yib, yaqinlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Xullas sog' salomat bo'ling, Allohga omonatsiz xayr. Asosiysi o'zingizni asrang. Men astagina qochmasam, mana reshotka ochtaman. Egasi kelib